Ayollar, eringiz bilan yotadigan to'shagingizni asrang. Ayol kishining eri oldidagi vazifalarini ichida eng mas'uliyatlisi shubhasiz bu eri bilan birga yotadigan to'shagini asrashdir. Bu sizning vazifangiz hisoblanadi ayollar. Zinhor eringiz bilan birga yotadigan to'shakka, yotoqxonaga, yotog'ingiz, ya'ni spalniga qaynona, qaynota, qaynopa, qaynsingil, qaynoqa, qaynukalarni kirishiga ruxsat bermang. Tunda umuman yaqinlashtirmang. Ruxsat bersangiz ham faqatgina xonangizga kirsin, yotog'ingizni ustiga o'tirishga ham, yotishga ham hech kimga ruxsat bermang. Hatto o'zingizni ota-ona, opa-singil, aka-ukalaringizga ham, voyaga yetgan farzandlaringizga ham yotog'ingizga, eringiz bilan birga yotadigan to'shagingizga yotishiga, o'tirishiga ruxsat bermang. Yo'qsa, agar bunga beparvolik qilsangiz, eringiz bilan orangizga sovuqchilik tushsa, eringiz bilan munosabatlaringiz yomonlashsa, muhabbatingiz so'nib borsa, sevgingiz o'lib borsa, eringiz bilan aybdor o'zingiz bo'lasiz. Sababi siz vazifangizni bajarmadingiz, yotog'ingizni, to'shagingizni qo'riqlamadingiz. Endi qaynona, qaynota, qaynopa, qaynsingil va qaynog'alarga. Hurmatli qaynanalar, qaynopa va qaynsingillar. Qaynotalar zotan ko'pchiligiga kirmaydi, ammo kiradiganlar ham eshitsin. Keliningiz va o'g'lingizning xonasi sizning uyingiz bo'lsa ham u xona sizniki emas. U xona kirsa, ruxsatsiz kirsangiz xiyonat bo'lib qoladigan xona. Ruxsatsiz kirsangiz axloqsizlik bo'ladigan xona. Hech qachon bu xonaga tunda kirmang. Hech qachon. Juda ko'p ajrimlarga mana shu narsa sabab bo'lyapti. Kelinlardan so'rasangiz, qaynonam yarim kechasi bostirib keladi ustimizga deyapti. Bu qanaqa axloqsizlik? Hech qachon unaqa qilmang. Kunduziga ham ishingiz bormi? Borib taqillating. Ruxsat bersagina kiring. Yo'qsa kirmang. Chunki u keliningiz va o'g'lingizning shaxsiy, dahlsiz hududi, avrati, mahramiyati hisoblanadi. Qaynoqa va qaynilarni eshityapmiz, borib akasi, yangasi ishdaligida spalnisiga yotib olayotganini. Qaynopa, qaynsingillarni eshityapmiz, kirib kelinoyisi yo'q payti nasalarni titib, to'shagida bemalol yotib yurganligini. Bu ish axloqsizlik va aka va kelinoyiga nisbatan odobsizlik, hurmatsizlik va xiyonat hisoblanadi. Bu ishdan o'zlaringizni tiying. Kelinlarga yana takrorlan aytaman, bu to'shakni asrash vazifasi sizning eng katta mas'uliyatli vazifangiz hisoblanadi. Mana shuni asrasangiz juda ko'p balolarni oldi olinishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz.